kechiktirildi, ammo rad etilmadi. Hatto payg'ambarlar ham kutishgan. Yusuf alayhissalom quduqda, Ibrohim alayhissalom olovda, Ayub alayhissalom shifo topishni, Yunus alayhissalom kitda kutdilar. Agar Alloh sizni kutishga majbur qilsa, siz yaxshi sheriksiz. Alloh sizga buyuk narsani ko'rsatmoqchi bo'lgani uchun uni kechiktiradi. Sabr toqatingiz mo'jizangizni yanada chiroyli qiladi. Sinov oxirida sizni chiroyli narsalar kutmoqda. Tez orada siz tasavvur qilganingizdan ham ko'proq narsadan baraka topasiz. Agar Alloh sizni kuttirayotgan bo'lsa, so'raganingizdan ko'proq narsani olishga tayyor bo'ling. Kechikishlar hayotning bir qismi. Ko'niking. Hamma narsa sizning rejangiz bo'yicha ketmaydi. Qachonki Alloh kechiktirsa, unda xayr bor. Siz buni hozir ko'ra olmasligingiz mumkin, lekin Alloh sizni nega kuttirganini ko'rsatadi. Shunday ekan, sabr qiling. Chunki tez orada go'zal ne'matlarni ko'rasiz.